Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz xonadon ahli, barchalarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bizni, ya'ni O'zbegim jamoasi Tabriklar agentligini mana shu yerga tashrif buyurishini sababini sizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Bugun mana shu oilaning boshi, qiroli hisoblanmish Akmal akamiz o'zlarini 60 yoshlik yubileylarini nishonlayapti ekanlar. Tabriklaymiz otajon, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana bu qarsaklar sizga. Har bir qarsak mana shu umringizga qo'shilgan umr bo'lib hisoblansin. Bugun albatta bu savolni berish ham sizga nojoiz. Kim tomonidan taklif qilindik? Nima deb o'ylaysiz degan savolimizga baribir farzandlarim tomonidan deya javob berasiz. Ana shu javob juda ham to'g'ri bo'ladi. Haqiqatan ham bugun farzandlaringiz Almosjon aka, qolaversa Zarina opa va kelinlaringiz Farangiz, shuningdek kuyovingiz Azizjon nomlaridan keldik. Mana shunday chiroyli tabrikni bugun sizga qilib, ko'nglingizni ko'tarib ketishimizni ular xohlashdi. Otajonimizni kelib chiroyli xursand qilasiz. Bizni yuragimizga tugib qo'ygan, lekin ayta olmagan so'zlarimizni otajonimizga aytib qo'yasiz deb mana Almos aka boshchiligida hamma farzandlaringiz iltimos qilishdi. Hozir mana shu tabrikdan oldin ham mana shu yerga kelib turganimizda Almos akamiz bilan suhbatlashdik. Mana shu yerda turganimizda ularni besabrliklarini ko'rib, o'zi sizga bo'lgan mehrlari, umuman oilalariga bo'lgan mehrlari qanchalik kuchli ekanligini ko'rish mumkin. Farzandlaringiz shuni sizga yetkazib qo'yishimizni xohlashdiki, biz otajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ular kerak bo'lsa bizni yemasdan yedirdilar, ichmasdan ichirdilar. Mana shu xonadonda biz esimizni taniganimizdan beri otajonimni izlaridan ularga o'xshashni orzu qilib katta bo'lganmiz. Ilohim mana shu otamdek bo'lib yurish nasib ro'z aylasin hammamizga. Ularni ko'rgan qiyinchilik kunlarini bundan buyog'iga rohatga almashtirib, faqat farog'atda umr guzaronlik qilishlarini ko'rish nasib ro'z aylasin. Umrlari uzoq bo'lsin. Nasib etsa, onajonim bilan birgalikda albatta haj safarlaridan kelganlarida ham sizlar bilan kutib olish nasib ro'z aylasin degan chiroyli niyatlarni qildilar. Ana endi mana shu yerda biz ham qo'shilishib duo qilamiz. Uzog'i 2 yil, Almos aka. 2 yil ichida nasib bo'lsa, mana shu ota bilan onamizni birgalikda hajdan kutib olamiz. Nasib etsa mana shu kunlarga yetsin deganlar bitta qarsak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xalq duosi katta narsa. Xalq duosi juda ham katta narsa. Mana shu duo qilsa, mana shu yaqinlaringiz hamma birgalashib albatta bu kunlarga erishish egamga juda ham oson. Chaqirib olsa hech gap emas. Mana shu kunlarga ham berishinglar nasib ro'z aylasin. Haqiqatan ham otajon yaqinlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Ularning ko'zlaridagi mehrni qarang, hammalarining ko'zlari yonib turibdi. Mana shu yerdagi hamma siz uchun tashrif buyurgan. Bugun mana shu yerga sizni yaxshi ko'rganliklari uchun, sizga bo'lgan mehrlari cheksiz bo'lganligi uchun har doim mana shunday e'tirofda, e'zozda bo'lib yuring deb qolamiz. Endi mana shu farzandlarni otalariga nisbatan mehribonchiliklarini ko'pchilik har xil qiyoslaydi-da. Ko'pchilik aytadi, qiz bola otaga o'g'il boladan ko'ra mehribon bo'ladi deydi. Lekin men shu gapga qaysi bir ma'noda qo'shilmayman. Chunki o'g'illarda mehri ham qolishmaydi, Almos aka. Biz ham otamizni qizlardan kam sevmaymiz, lekin ba'zi bir taomillarimizga to'g'ri kelmaganligi uchun balki ularga yig'lab bag'rlariga bosh qo'ya olmasmiz. Otajon yaxshi ko'raman deb quchoqlab o'pa olmasmiz. Lekin bizning mehrimiz yuragimizda. Mana shu yuragimizdagi sevgimizni tub-tubida otalarimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun o'g'il farzandlarimiz ham otalarini juda ham yaxshi ko'rishadi azizlar. Albatta qizlarimiz endi ochiqchasiga yuqorida aytganimizdek tuyg'ularni bemalol izhor qilib otalarimiz uchun borlarini berishadi. Hamma farzandlarni mana shunday mehrlarga qozonib, mana shunday chiroyli yashash, bundan buyog'iga ularning rohatini ko'rish nasib ro'z aylasin. Endi otani farzand hayotida tutgan o'rnini aytib beradigan bitta rivoyat bor-da, buni ko'pchilik eshitgan. Bir farzand hovlining o'rtasida turadi-da. Shunda ota shoshma, shu o'g'limga bir savol berib ko'raychi, nima der ekan deb uni oldiga boradi. Keyin o'g'lining oldiga borib, qo'llarini yelkasiga qo'yib, o'g'lim, bu dunyoda kim zo'r deb savol beradi. Shunda o'g'il hech ikkilanmasdan, o'ylab ham o'tirmasdan, ota, men zo'rman. Mendan ko'ra zo'rrog'i yo'q deb javob beradi. Qarang. Keyin ota ikkinchi marotaba so'raydi, o'g'lim, bu dunyoda kim zo'r? O'g'il yana hech ikkilanmasdan, ota, men zo'rman.
mendan ko'ra zo'rog'i yo'q deb javob beradi. Keyin ota biroz xafa bo'lganday bo'lib, ikki qadam orqaga tisariladi. Yo'q, shoshma. Shu o'g'lim biroz yoshlik qildi shekilli. Yana bir so'rab ko'ray deb, o'g'lim bu dunyoda kim zo'r deb orqasiga qarab savol bersa, o'g'li javob berar ekan. Ota, siz zo'rsiz, sizdan ko'ra zo'rog'i yo'q. Ey bola, shu savolni senga 2 marotaba berganimda xayoling qayoqda edi? Nega men zo'rman deb endi siz zo'rsiz deyapsan deganlarida o'g'illari javob berar ekan. Ota, bu savolni menga birinchi marotaba berganingizda sizni qo'llaringiz meni yelkamda, o'zingiz meni yonimda turgandingiz. Bu holatda mendan ko'ra zo'ri, mendan ko'ra kuchlisi bo'lmaydi. Lekin men uchun bu dunyoda sizdan zo'ri, sizdan kuchlisi yo'q deb javob bergan ekan. Har doim mana shunday farzandlarning oldida ularga kuch bo'lib, qalqon bo'lib yuravering otajon. Tog'day suyanchiqsiz ularga. Sizning duolaringiz bor ekan, onajonimizning duolari bor ekan. Sizlar mana shu farzandlar albatta kamolotga erishib, bundan yuqori cho'qqilarga erishib yuraverishadi. Ana endi ruxsat bersanglar, mana shu farzandlarimiz nomidan otajonimizga bir she'riy tabrik bor. Mana shu tabrikni ham yetkazib qo'ysak. Marhamat. Ey umrim javhari, davlatim otam. Dillari quyoshdir, mehribon otam. Sizga izdoshdirman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo. O'tkaydir umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Sizningla bordurman ichra keng jahon. Shukurimni eshitsin ul buyuk Rahmon. Qalbingiz og'ritib bo'libman nodon. Doimo kechirgan rahmdil otam. Bog' ichida gurkirar chamanzor ravon. Tinmagay har nafas mehnatkash bog'bon. Mehnat ila ayladingiz siz meni inson. Barchadan mehribon bog'bonim ota. Bitta qarsak bo'lsin yana otajonlarimizga. Omon bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir karra tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ana endi ruxsat bersanglar, agar tayyorlab qo'yilgan sovg'alar bo'lsa, surprizlar bo'lsa, bitta tantanavor musiqa sadolari ostida davramizga taklif etaman. Salomat bo'linglar. Tavalludet muborak. Haqiqatan ham mana shunday tantanali kunlarda yaqinlarning yonida bo'lish quvonchda, to'g'rimi? O'zgacha baxt bag'ishlaydi insonga. Shu bilan birgalikda ulardan tabriklarini eshitish, dilizkorlarini eshitish yanada boshqacha zavq bag'ishlaydi. Ana endi yuqorida biz kelganimizda so'radik Almas akadan, kimlar bor, so'zga chiqadigan yoshi kattalardan deganimizda, amakim borlar, Bahodir aka. Qolaversa ammajonlarim bor, agar yetib kelishsa, qolsa ammalari bor ekan. Marhamat, qo'yilaversa Zaynab opamiz bor ekanlar. Taklif etamiz so'zga. Undan oldin esa kelinglar, tortlarimiz bor ekan. Mana shu tortlarni davramizga taklif etsak, chiroyli niyatlarni qilib. Hamma birgalikda tabriklaymiz. Bu surprizlarda oxiri yo'q o'xshaydi. Hozir yana bitta gapirmoqchi bo'lsa, yana bir narsa chiqib keladi. Gap yo'q. Marhamat, Bahodir aka keling.
chiroyli so'zlarni taklif qilamiz. Izhor qilasizlarga umiddamiz. Marhamat. Xolis ammamiz va Zaynab ammamiz ham taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qarindosh urug'larimiz, yaqinlarimiz. Avvalambor mana shu kichikroq bo'lsa ham yig'ilishimizning sababchisi ukajonim Akmaljon ekan. Ilohim uzoq umrlar ko'r ukajon. Kelinim bilan baxtli hayot kechirgin. Nevara, chevara, evara to'ylarini ko'rish nasib ro'za aylasin. Hamisha yonimizda, safimizdan ayrilmay, hamisha birgalikda o'ynab, kulib yurgin. Toliqmagin, elli xizmatida yurgin hamisha. Ballalaringni, nevaralaringni huzur halovatini ko'rginda, hamisha mana shunday tantanali kunlaringga birgalikda o'tkazish bizga ham nasib ro'za aylasin. Sizlarga ham katta rahmat, tabriklash uchun charchamaymiz. Mana mehribonim ukam jonim ukam o'zing qadrdonim ukam. Marhamat, navbatdagi tabriklarni eshitamiz. Akajon, yuzga kiring. Biza yuzga kirganimizda yonimizda yuring. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring iloyim. Yangam bilan qo'shsha qaring. Jiyanlarimni, bolalarimni huzurini ko'ring iloyim. Sizga yana uzoq umrlar tilayman. Sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Hamma vaqt birgalikda yuraylik. Marhamat, kelinglar. Farzandlarga beramiz endi navbatni. Marhamat, Almos aka keling. Sizdan boshlasak, keyin marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Dadamni uylariga. Dadajon, sog' salomat bo'ling. Yuzlarga kiring. Iloyim baxtimizga omon bo'ling. Ayam mana qo'shqa qaring. Tug'ilgan kunlaringizni tabriklayman. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hammalaringizga, bizning xonadonimizga. Dadajonim, 100 yoshlarga kiring, hech qachon qarimang. Hamisha sog' salomat bo'lib yuring barimizga. Hech qachon yomon kuningiz bo'lmasin. Hamisha qarindoshlarimiz davrasida xursandchilik o'tkazdiring. Davlatimiz bo'lib yuring har doim. Hech qachon yomon kuningiz ko'zingizdan g'am ko'rmasin. Har doim yaxshilik kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. O'zingizga aytolmasak ham sizni juda yaxshi ko'ramiz. Nasib bo'lsa, buni sizlar haj safarlarga olib borish nasib qilsin. Hamisha nevaralaringiz, farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Hech qachon yomon kuningiz bo'lmasa, ham doim mana shunday kulib yuring. Baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat, tabriklar uchun. Qani kelinlar bor edi, boy, kuyovlarimiz bor edi. Marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Otajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim yuzlarga kiring. Hamisha ayam bilan qo'shsha qarib, bizning vaqtimizga sog' salomat bo'lib, nevaralaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Siz borsiz, bizning hamma vaqt ko'nglimiz to'q. Arqamizda tog'day bo'lib ilohim hamma vaqt turing bizning vaqtimizga. Sog' bo'ling, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat hammaga. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Rahmat. Qani nabiralar ham tabriklashadi. Marhamat, birin-ketinlikda boshlaymiz. Assalomu alaykum bobojon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bizlar boshimizda sog' salomat bo'lib yuring. Bobojon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Bizlar baxtimizga sog' salomat bo'ling. Bobojon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Bizlar boshimizda sog' salomat bo'ling. Bobojon, baxtimizga sog' bo'ling. Yuzlarga kiring. Onam bilan qarshi qaring. Qo'sha qaring, tug'ilgan kunlaringizni tabriklayman. Bobojon, tug'ilgan kuningizni tabriklayman.
Yüzler kıyın bizler başımızda sağ selamet bo'ling. Babajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yüzlerga qiling bizlar vaqtimizga sog' salomat bering. Ey yashaylar, shirin tillar. Ajoyibda bolajonlarning gapirishi, ularning so'zlari, har bitta nutqlari chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Ana endi yana bormi tabriklar? Kimni? Kuyovlari. Marhamat, Aziz akayda adashmasam sizlar. Keling aka. Azjon. Keling, bitta chiroyli tabrik endi. Bir og'iz. Marhamat. Ha, yuzlarga kiringlar. Eng yomon kunlar shunday bo'lsin. Bobo kampir qari qo'shib. Hojilar Yashang. Rahmat. Ana endi va nihoyat ona qirolichamizga so'z navbatini bersak-a, bitta chiroyli qilib sevgisixon qilib bersalar, bugun yubileyda arziydi. Marhamat, chiroyli qilib bitta gapirib berasiz. Marhamat. Bir og'iz bo'lsa ham yaxshi ko'raman, siz tabriklayman deb bersangiz bo'ldi. Marhamat. Sizni sevaman deng. Shunday desangiz bo'ladi. Boshqa gap kerak emas. Yetar. Ana shu gap yetarli. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, ko'pi qarindoshlar, xush kelibsizlar. Mana boboyimni bugun tug'ilgan kunlari ekan, tabriklayman. Yuzlarga kirsin, bolalarni boshiga sog' salomat bo'lib yursin. Rahmat kelganlar hammalaringga. Ey yashang. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Bormi tabriklar yana? Agar tabriklar qolmagan bo'lsa, ana endi bitta chiroyli sho'x-sho'x taronalarga navbatni bersaydi, qolganlarni tabrigi raqs bilan bo'lsa. Ana guz boy, ana guz boy, ana guz boy, ana guz galbana. Davra getiş Kanadı yazıldı sağlıkmış Davra getiş Kanadı yazıldı sağlıkmış Oyuna gelir buladı kuş Ağlasın eğlenzgisine Oyuna gelir buladı kuş Ağlasın eğlenzgisine Ana göz boy Ana göz boy Ana göz boy Ana göz gel bana Su geldi başında Digirmadan şunda Su geldi başında Digirmadan şunda Fırkadaki eğlensin Sarı şakran gözüyle Söyle bana insanım Cümlesi ver yağsa Seni ödü bir yana Bana ödü bir yana Seni ödü bir yana Bana ödü bir yana Eşkin olar buldu Bir genç yana yana Eşkin olar buldu Bir genç yana yana Sana cümlesi ver ya boy Ana göz boy Ana göz boy Ana göz gel bana Balan toplan gelin ayak yalan toplan gel Dedesinin pili yaman bazanı giyken de gelin Balan toplan gelin ayak yalan toplan gel Dedesinin pili yaman bazanı giyken de gelin Ana göz Ana göz boy Ana göz gel bana Kurşidi cihan geldi Giyan ki ulik girdim ismim ana can geldi Bu
Gül bayık sana Hurşidi cihan geldi Giyan yolu girdim içtim anacan geldi 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 Hurşidi cihan geldi 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 içtim anacan geldi Hadi bakalım. Kuş gibi Ey rahmat. Hali raqslarimiz davom etadi. Mana shu tempni tushirmay turasizlar, ushlab turasizlar. Qochib ketmasin. Keling Akmal ota, oldinga keling. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz siz uchun shuncha qo'shiq qo'ysak, o'ynamadingiz-a? O'ynadingizmi? Rahmat. Sizga yoqadigan bo'lsa, biz xursandmiz. Ayiqchalarimiz ikki chekkadan joy olasizlar. Marhamat. Ana endi esa hozirda chiroyli lahzalarga navbatni beramiz. Bu lahzalar shunday bo'ladiki, otajonimizni hammamiz o'rtaga olib, birin-ketinlikda chiroyli oilaviy fotosuratlarga tushamiz. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbat fotosessiyaga. Marhamat. Ey yashaylar, salomat bo'linglar. Akmal aka keling. Bugun sizni kuningiz-ku bugun. Siz mana shu yerda turishingiz kerak bugun. Bugun podshoh. Bugun podshoh, har kun podshoh. Mana shu uyda podshoh siz bo'lasiz. Otajon, agar tabrigimiz yoqqan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ana endi farzandlarni o'zingiz bitta chiroyli qilib duo qilib bersangiz, marhamat. Bor. Shu farzandlarga rahmat. Musharimani hurmat qilib, mana shu ishlarni tashkillashtirib turgan keyin bilan baxtli bu farzandlaring boshiga sog' salomat bu. La'nat qizim sana baxtli bu. Sog' salomat bu. Farzandlarimni farzandlariga katta rahmat. Hurmat, izzat qilib shunchalik tantanali kutaveryapti. Ular hammasi sog' salomat bo'lsin. Mana baxtli. Omon bo'ling. Sizni baxtingizga bular sog' bo'lsin, sizni baxtingizga bularning baxtiga siz sog' bo'ling. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qarsanglar mana, yana sizga qarsanglar. Bugun hammasi siz uchun, sizni ko'nglingizni ko'tarish uchun keldik mana shu yerga avvalambor. Agar buni uddasidan chiqqan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Azizlar, sizlarga ham e'tibor uchun tashakkur, mana shunday chiroyli hamkorlik uchun tashakkur. Sizlarda ham mana shunday yaqinlarni xursand qilish tilagi bo'lsa, maqsadi bo'lsa, bemalol O'zbegim jamoasi tabriklar agentligiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizda faqat otajon, balki hamma yozuvlar bor. Akajon, ukajon, singlim, opam, sevgilim, har qanaqa oformlarni siz uchun tashkil qilib beramiz. Yana yaxshi kunlarda mana shunday chiroyli onlarda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar deb qolamiz. Rahmat yana bir karra. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Omon bo'ling.